Men doim aytaman-da ko'pchilikka. Menga otam hamma narsani o'rgatibdi deyman. Lekin otasizlikka o'rgatmabdi deyman. Hamma narsani o'rgatdi. Lekin otasizlikka o'rgatmay ketdi. Mana shu juda og'ir holat, chunki shu Musa alayhisalomga Alloh aytgandek, Musa endi o'zingga qara deydilar Alloh. Nimaga deganda onang o'tdi endi sana degan. Musodek payg'ambar bo'lgan zotga. Allohning rasuli u ham. Alloh o'zi himoya qilib olish kerak-ku. Lekin Musoga aytayapti. Ey Muso, endi ehtiyot bo'l. Endi seni himoya qiladigan qo'rg'on yo'q deyapti. Duosi bilan.